Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. Adashmasam 20-yanvar sanasidan yana ertalabdan boshladik. Ko'chatlarimizni ko'chirishdi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Nok ko'chatlarimiz. Mauzer ona shu ertaki noklardan ko'rishingiz mumkin. Mevali kurtaklari уже rivojlanib bo'lgan. Mana bo'ylari 2 metr, 2,5 metr, 2 metr plus. Mana bu tomonda ko'chirish ishlari bo'lyapti. Mana o'sha Pink Lady Roseglov olmamiz mana do'stlar. O'sha eng kechki olma, pushti ham deb ataladi. Bunda ham meva kurtaklari rivojlanib bo'lgan do'stlar. Mana shu holatda do'stlar ko'rishingiz mumkin. Tomiriga baho beramiz. Chachala tomir bo'ladi. Yerimiz ham qattiqligi uchun yana ham tomiri go'zal chiqyapti. Kosonlik akamizga Rossiyadan turib zakaz qiluvdi. Ko'chirib beryapmiz do'stlar. Bu tomonda Pink Lady, bu tomonda Staff Crepson olmalarimiz. Sog' bo'linglar do'stlar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Shu olmalarimiz hosilda do'stlar mana. Qashqadaryoliklar bemalol zakaz qilaverasizlar.